Birinchi qism imkoniyat. Birinchi bob Matvey effekti. Bu yerda hatto statistik tahlil ham shart emas. Shundog'am hammasi yaqqol ko'rinib turibdi. Birinchi qism. 2007-yil may oyining iliq bir kunida Vankuverda, Britan Kolumbiyasida Medicine Hat Tigers va Vancouver Giants jamoalari o'rtasida xotira kubogi o'ynadi. Tigers va Giants Kanada xokkey ligasining ikki mashhur xokkey jamoalari, dunyodagi eng navqiron va kuchli o'smirlar xokkey komandalaridir. Ularda sportning bo'lg'usi yulduzlari 17, 18 va 19 yoshli o'smir va yoshlar o'ynaydi. Bu bolalar oyoqda yura boshlagandanoq konkiga chiqadi va shayba irg'itadi. O'yin milliy televideniyeda olib ko'rsatiladi. Vankuver ko'chalarining ikki yonida reklama taxtalarida sovrin o'ynalishi haqida e'lonlar osilgan. O'yingoh minbarlarida bo'sh o'rin qolmagan. Muz ustiga qizil gilam to'shaldi va sharhlovchi ishtirok etayotgan mansabdor shaxslarni tanishtira boshladi. Birinchi bo'lib Britan Kolumbiyasining bosh vaziri Gordon Kempbell paydo bo'ldi. Undan so'ng gulduros qarsaklari ostida afsonaviy o'yinchi bo'lgan Gordi Howe chiqdi. Xonimlar va janoblar, xabar berdi sharhlovchi, kutib oling, qarshingizda janob Xokkey. Keyingi bir soat davomida jamoalar yorqqan, ayni paytda tajovuzkor o'yin namoyish qildilar. Mario Bliznak harakati bilan ikkinchi davra boshida Giants birinchi golni kiritdi. Shu davraning oxirida Giants darvozaboni Tayson Sexsmith Tigersning ochkolar bo'yicha yetakchi o'yinchisi Darren Helmning shaybasini o'tkazib yubordi va Tigers baland keldi. Giants jamoasi uchinchi chorakda o'zlarini oqlashdi va ikkinchi golni kiritishdi. Keyin Tigers darvozabonining astoydil urinishlariga qaramasdan uchinchi zarba ham darvoza to'riga tushdi. O'yin tugagach g'olib jamoaning yechinish xonasida o'yinchilar, ularning yaqinlari va sport jurnalistlari to'planishdi. Xona havosi sigareta tutuniga, shilta ho'l bo'lgan xokkey kiyimidan taralgan ter va shampan sharobi hidiga to'lgandi. Devorda qo'lda yozilgan plakat osig'liq va unda "Jangga kirishgin" degan yozuv. Xonaning o'rtasida Giants murabbiysi Don Hayes. Uning ko'zlarida yosh miltirardi. "Men o'z yigitlarim bilan faxrlanaman. Ularning chehrasiga bir qarang. Ularning hammasi bor kuchini sarfladi. Kanada xokkeyni meritokratiya tamoyillariga qurilgan. Minglab kanadalik bolalar hali bog'cha yoshida havaskorlik sportiga qadam qo'yadilar. Bu yoshdagilar uchun ham qolgan boshqa yoshdagilar singari alohida liga mavjud va har bir ligada o'yinchilar baholab boriladi va saralanadi. Faqat eng yaxshilar keyingi darajaga ko'tariladi. O'smirlar yuniorlik darajasiga yetganlarida ularni 4 toifaga bo'lishadi. Bu toifalarni havaskorlik ligalari deb ataydilar. Junior B toifasiga kichik jaydari shaharchalarning jamoalari kiradi. Keyingi undan yuqori pog'ona Junior A. Ehromning tepasida Major Junior A turadi. Agar Major Junior A sinfidagi jamoa xotira sovrini o'yinlarda ishtirok etsa, u eng yuqoriga ko'tarilgan bo'ladi. Sportning boshqa ko'plab turlarida ham shunga o'xshash tanlov tizimlari amal qiladi. Yevropada va Janubiy Amerikada bu futbol uchun standart bir amaliyotdir. Olimpiada o'yinlarida ishtirok etish uchun sportchilarni ham xuddi shunday saralab olishadi. Shu yo'sinda davom ettiradigan bo'lsak, mumtoz musiqada bo'lg'usi mohir musiqachilar, baletda balerinalar, ta'lim tizimida bo'lg'usi olimlar va zakovatli elita ham xuddi shu tarzda tanlab olinadi. Eng zo'rlarini va iste'dodlarini tanlab olish hamda voyaga yetkazishga intilishda biz to'rni yanada keng yoyamiz va tanlovni imkon qadar erta o'tkazishga intilamiz. Major Junior A guruhida joyni pul bilan sotib olib bo'lmaydi. Bunda sizning otangiz kim, onangiz yo bobongiz kim ekaniga qaralmaydi. Oilangiz qanaqa biznesga egaligi ham ahamiyatsizdir. Yo sizning Kanadaning eng shimoliy mintaqasidagi gadoy topmas bir ovloqda yashashingiz ham hech kimga qiziq emas. Agar siz iste'dodingiz bo'lsa, ortingizdan sport yo'llovchilarining bir to'dasi ovlab yuradi. Agar siz o'zingizning qobiliyatlaringizni rivojlantirishga tayyor bo'lsangiz, tizim sizning xizmatingizga munosib baho beradi. Xokkeyda omadni faqat shaxsiy fazilatlargina keltiradi. Bu yerda ikkala so'z ham muhim. O'yinchilarni o'z shaxsiy ishiga qarab baholashda hamda qandaydir boshqa omillar emas, ayni qobiliyatlaringiz asosida xulosa chiqarishadi. Yoki boshqacha ham bo'lishi mumkinmi? Ikkinchi qism. Bu kitob g'oyatabiiy, kutilmagan xatti-harakatlarga qodir insonlar haqidadir. Xulq-atvori va erishgan muvaffaqiyatlari biz o'rganib qolgan tushunchalar doirasidan chiqadigan, olimlar o'ziga xoslar deb ataydigan insonlar haqidadir. Keyingi boblarda men sizga daholar, biznesmenlar, rok yulduzlari va kompyuter dasturlovchilari haqida hikoya qilaman. Biz omadli advokatlarning tilsimlarini ochamiz. Samolyotni halokatga uchratganlardan haqqoniy uchuvchilar nimasi bilan farqlanishidan bilib olamiz. Osiyoliklar nima sababdan matematikada boshqalardan ko'ra kuchliroq ekanini aniqlaymiz. Noodatiy insonlarning hayotini o'rganish jarayonida men yutuqlarni manbalari haqidagi biz o'rganib qolgan odatiy tasavvurlarimizdan xato ekanini isbotlab berishga harakat qilaman. Omadi kulgan insonlar nega bizni qiziqtiradi? Nega biz ularning aslida qanaqa ekanligini bilgimiz keladi?
Ularning xulq-atvori qanday? Ular qanchalik bilimga ega? Qanday hayot kechirishadi? Tabiat ularga qanday iste'dodlar ato etgan? Bizning tasavvurlarimizga ko'ra, aynan shaxsiy fazilatlari bu odamlarga omadning, muvaffaqiyatning cho'qqisiga chiqishga ko'maklashgan. Har yili milliarderlar, tadbirkorlar, rok yulduzlari va boshqa mashhurlar nomidan nashr etiladigan avtobiografiyalarda hamisha aynan bitta syujet yo'nalishi kuzatiladi. Oddiygina oiladan chiqqan o'smir o'zining tirishqoqligi va iste'dodi tufayli muvaffaqiyat yo'lini ochgan bo'ladi. Akalari tomonidan qul qilib sotib yuborilgan Yusuf donishmandligi va zakovati sabab Fir'avnning eng yaqin yordamchisi darajasiga ko'tariladi. 19-asr yozuvchisi Goratsio Alger romanlarida Nyu-Yorklik qashshoqlikda o'sgan bolakaylar mardligi va tadbirkorligi tufayli alal-oqibat yirik boylarga aylanadilar. O'ylaymangki, bu aslida kamchilik qusuridir. Amerika prezidentining o'g'li, akasi va Uoll-Stritdagi bank sohibining nabirasi bo'lish qanaqa bo'ladi hamda bu bo'lg'usi martabada qanday aks etadi, degan savollarga bir payt Jeb Bush shunday javob bergan edi: Florida gubernatori lavozimiga nomzodlik qilar ekan, u o'zini doimo hamma narsaga o'zi erishgan inson deb taqdim etardi. Bu biz qanchalik o'z yutuqlarimizni o'z fazilatlarimizdan deb qat'iy bilishimizni ko'rsatib turibdi. Biz g'ayri-shuuriy bir tarzda yuksak yutuqlarni insonning shaxsiy, o'ziga xosliklari bilan bog'lab tushuntirishga intilamiz. Biroq men "Zukkolar va landavrlar" nomli bu kitobimda muvaffaqiyat sirlarini faqat shaxsiy, o'ziga xosliklar bilan bog'lash shart emasligini isbotlashni istayman. Shaxsiy fazilatlar yuksak muvaffaqiyatlarning haqqoniy tabiatini tushuntira olmaydi va o'ziga xos odamlar boshqalardan nimasi bilan ajralib turadi, degan asosiy savolga javob bera olmaydi. Mening fikrimga ko'ra, ularning shaxsiy fazilatlari bilangina qiziqishning o'zi to'g'ri emas. Boshqa omillar ko'proq e'tibor berish lozim. Bu odamlar qayerdan paydo bo'ldi? Ularning bolaligi qanday sharoitlarda o'tgan? Ular qayerda voyaga yetganlar? Qanday o'yladi? Qaysi avlod vakillari? Ularning xulq-atvori qanday o'ziga xos fazilatlarda va qanaqa omillar ta'sirida shakllangan? Mazkur kitob sahifalarida biz shunday o'ziga xos g'oyani ishlab chiqamizki, unga ko'ra inson uchun muvaffaqiyatga erishishda qulay imkoniyatlar, omadli vaziyatlar, oila va madaniy meros qanday o'rin tutishini baholaymiz. Bu ishni boshlash uchun xokkey bizga ajoyib bir misol bo'lib xizmat qila oladi, chunki bu sport turidagi yutuqlar bir qaraganda ko'ringani kabi oson, tushuntirilishi esa imkonsizdir. 3-qism. Quyida 2007-yildagi Madison Hat Tigers jamoasi ishtirokchilarining ro'yxati keltiriladi. Bu ro'yxatga diqqat bilan qarang. Ko'zingizga g'alati bir holat namoyon bo'lmayaptimi? Brennan Bosh, markaziy hujumchi, o'ng, 5'7 bo'yi, 170 vazni, 14-fevral 1988-yil. Skop Watson, markaziy hujumchi, o'ng, 6'1, 201, 4-yanvar 1988-yil. Colton Grant, chap qanot hujumchisi, chap, 5'9, 175, 20-mart 1987-yil. Darren Hall, chap qanot hujumchisi, chap, 6, 182, 21-yanvar 1987-yil. Derek Dorsett, o'ng qanot hujumchisi, chap, 5'11, 178, 20-dekabr 1986-yil. Dan Todd, markaziy hujumchi, o'ng, 5'10, 168, 10-yanvar 1987-yil. Taylor Swinston, o'ng qanot hujumchisi, o'ng, 5'11, 180, 15-yanvar 1988-yil. Matt Lowry, markaziy hujumchi, o'ng, 6, 184, 2-mart 1988-yil. Kevin Underwood, chap qanot hujumchisi, chap, 6, 187, 12-aprel 1987-yil. Gerald Sauer, o'ng qanot hujumchisi, o'ng, 5'11, 2'7, 12-sentyabr 1987-yil. Taylor Ennis, markaziy hujumchi, chap, 5'9, 155, 6-oktyabr 1989-yil. Jordan Howard, markaziy hujumchi, o'ng, 6, 181, 11-aprel 1990-yil. Yakub Rempel, o'ng qanot hujumchisi, o'ng, 5'8, 166, 27-yanvar 1987-yil. Brendan Cameron, markaziy hujumchi, o'ng, 5'11, 170, 26-yanvar 1989-yil. Chris Stevens, chap qanot hujumchisi, chap, 5'10, 197, 20-avgust 1986-yil. Gord Bolduin, himoyachi, chap, 6'5, 205, 1-mart 1987-yil. David Shlemko, himoyachi, chap, 6'1, vazni 195, 7-may 1987-yil. Trevor Glassier, himoyachi, chap, 6, 187, 22-yanvar 1988-yil. Chris Russell, himoyachi, chap, 6'11, 177, 2-may 1987-yil. Michael Sauer, himoyachi, o'ng, 6'3, 205, 7-avgust 1987-yil.
Mark Isherwood, himoyachi, o'ng, 6'da 180, 31-yanvar 1989-yil. Shane Brown, himoyachi, chap, 6'1, 189, 20-fevral 1989-yil. Jordan Benfield, himoyachi, o'ng, 6'3, 230, 9-fevral 1988-yil. Ryan Hofeld, darvozabon, chap, 5'11, 165, 20-iyun 1989-yil. Matt Keatley, darvozabon, o'ng, 6'2, 189, 27-aprel 1986-yil. Sezmadingizmi? Sezmagan bo'lsangiz xafa bo'lmang. Axir ko'p yillar mobaynida buni dunyoda hech kim sezmagan. Kanadalik ruhshunos Rojer Barnsli 1980-yillar o'rtasida nisbiy yosh fenomeniga e'tiborni qaratgan ilk inson bo'ldi. Barnsli turmush o'rtog'i Pola va ikki o'g'li bilan Janubiy Albertada o'tgan Lethbridge Bronx jamoasi o'yinida ishtirok etib, uni bevosita tomosha qilgan. Bu jamoa Vancouver Giants va Medicine Hat Tigers kabi Major Junior A ligasiga kirgan jamoada. O'yin dasturiga ko'z tashlayotib, Pola jamoa tarkibini ko'rib qoladi. Ha, xuddi siz hozir ko'rganingiz singari ro'yxatni ko'radi. Rojer deydi u eriga. Bilasanmi, bu yigitlar qachon tug'ilgan? Ularning bari 16 yoshdan to 20 yoshgacha bo'lgan yigitlar. Taxmin qilamanki, ular 80-yillarning oxirlarida tug'ilgan, javob qildi u. Men qaysi oyda tug'ilganini aytyapman. Men xotinim tanmovsirayapti deb o'yladim. Keyinchalik Barnsli shunday hikoya qilgandi. Ammo o'zim ham qarab ko'rgim keldi va Pol aytgan jihat darhol ko'zga tashlandi. Qandaydir tushunarsiz bir sababga ko'ra ro'yxatdagilarning aksariyati yanvar, fevral va mart oyida tug'ilganlar edi. Kechqurun uyga qaytgach, Barnsli o'zi topa olgan barcha ma'lumotlardan malakali xokkey o'yinchilarining tug'ilgan kunlarini tekshirib chiqdi. Qonuniyat yaqqol ko'zga tashlanib turardi. Barnsli xotini va hamkasblari yordamida Ontario xokkey ligasining barcha o'yinlariga oid ma'lumotnomalarni yig'di. Yana o'sha holat. O'yinchilarning aksariyati yanvarda tug'ilgan. Ikkinchi eng ko'p uchraydigan oy fevral edi, uchinchisi mart. Barnsli shuni aniqladiki, Ontario xokkey ligasining yanvarda tug'ilgan o'yinchilari soni yil oxirida noyabrda tug'ilganlardan 5,5 barobar ko'p edi. U o'yinchilarning yoshi 11 va 13 atrofida bo'lgan kuchli jamoalardan o'rganib chiqdi. Bu yulduz tarkibli elitaga oid jamoalarga tanlab olinadigan o'smir o'yinchilar edi. Yana o'sha holat. Milliy xokkey ligasini o'rganishga navbat keldi. Bu yerda ham o'sha vaziyat. Barnsli ma'lumotlarni qanchalik chuqur o'rgangan sari shunga ishonchi komil bo'ldiki, bu tasodifiy mutanosiblik emas, bu Kanada xokkeyining temir qonuni edi. Istalgan sari guruhdagi o'yinchilarning 40%ga yaqini yanvar va mart oyi o'rtasida tug'ilgan edi. 30% aprel va iyun o'rtasida, 20% iyul va sentyabr o'rtasida va faqat 10%gina oktyabr va dekabr o'rtasida tavallud topgan. Ruhshunos bo'lib ishlagan shuncha yillik mehnat faoliyatim davomida bu qadar keng ko'lamli omilni biror marta uchratmaganman. Iqror bo'ladi olim. Bu yerda hatto statistik tahlil ham shart emas. Shundoq ham hammasi yaqqol ko'rinib turibdi. Endi Medicine Hat Tigers jamoasi tarkibiga yana bir marta nazar tashlang. Ko'ryapsizmi? 25 ta o'yinchidan 17tasi yanvar, fevral, mart oyida yoki aprelda tug'ilgan. Endi quyida men xotira sovrini finaldagi dastlabki ikkita golning batafsil bayonini keltiraman. Faqat bu gal o'yinchilarning ismlari o'rniga ularning tug'ilgan kunlarini qo'yaman. Endi bu yoshlar xokkey jamoalari o'rtasidagi chempionatga emas, jadi, dayv va baliq muchallari o'rtasida o'tkazilgan g'alati sport marosimini eslatadi. 12 mart. Tigers darvozaboni aylanib o'tadi, shaybani jamoadoshiga 4-yanvarga uzatadi. U o'z navbatida 22-yanvarga oshiradi. U esa o'z navbatida shaybani 12-martga yo'llaydi. U esa bir zarba bilan shaybani Tigers darvozasiga yo'naltiradi. Darvozada 27-aprel turardi. Darvozabon shaybani qaytaradi. Giantsdagi 6-mart shaybani egallab olib, yana darvozaga tomon yo'l oladi. Medicine Hat Tigers himoyachilari 9-fevral va 14-fevral uning yo'ldisini to'sish uchun tashlanishadi. Ayni paytda 10-yanvar ularni kuzatib turardi. 6-mart gol uradi. Endi ikkinchi davraga o'tamiz. Medicine Hat Tigersning navbati keldi. Ochkolarga ko'ra ularning yetakchisi 21-yanvar maydonning o'ng tomonida harakatda tez qilmoqda. U to'xtab qoladi. Giantsning himoyachisi 15-fevraldan qochish uchun o'giriladi va chaqqonlik bilan shaybani jamoadoshiga 20-dekabrga uzatadi. Mana buni uzatish desa bo'ladi. Uning shiddatini ko'ring. Hujum qilayotgan himoyachidan 17-maydan qochib, 20-dekabr shaybani ortga, 21-yanvarga uzatadi. U zarb bilan shaybani uradi. Giants himoyachisi 12-mart zarbani qaytarish uchun oldinga intiladi. Giants darvozaboni 19-mart shaybaga tashlanadi, ammo bu befoyda edi. Shayba darvozada edi. 21-yanvar g'oliblarga xos qor bilan qo'llarini yozadi. Jamoadoshi
2-may quvonchdan uning yelkasiga chiqib oladi. 4-qism. Bularning barchasini osongina tushuntirsa bo'ladi. Ular na ilma nujum bilan va na dastlabki 3 oyning sehr jodusi bilan bog'liq edi. Gap shundaki, Kanadada yoshga oid xokkey guruhlariga o'yinchi tanlash 1-yanvarda nihoyasiga yetadi. Boshqacha aytganda, bola 9 yoshlilar guruhiga tushish uchun u 1-yanvargacha 9 yoshga to'lgan bo'lishi lozim. Agar 2-yanvarda 10 yoshga to'lsa, u o'zining 10 yoshga to'lgan kunini deyarli dekabrda nishonlaydigan bolalar bilan bir guruhda o'ynaydi. Mazkur o'spirinlik arafasida turgan yoshda esa 12 oylik farq o'spirinning jismoniy holatda sezilarli tafovut bo'lishini anglatadi. Kanadada, dunyoning eng xokkeysevar mamlakatida, murabbiylar sari guruhlarga bolalarni aynan 9-10 yoshlarida saralab olishadi va tabiiyki, hal etuvchi bir necha oyda afzallikka ega bo'lgan, bo'yi balandroq va chaqqonroq bolani tanlashadi. Yulduzli tarkibga ega jamoaga o'yinchi tanlab olinsa, nima yuz beradi? U bilan eng yaxshi murabbiylar shug'ullanishadi. U juda kuchli o'rtoqlari bilan o'ynaydi va bundan tashqari, mavsumda uyidagi ligada qolgan o'rtoqlari kabi 20-o'yinda emas, 50-70 o'yinda o'ynaydi. Uning 2, hatto 3 barobar ko'proq mehnat qilishiga to'g'ri keladi. Agar boshda uning afzalligi yoshdagi ozgina farq bo'lsa, 13-14 yoshlarga kelib endi u yuqori toifali ta'lim va qo'shimcha amaliyot tufayli katta mahoratga ega bo'ladi. Hamda uning Kanada xokkey ligasiga tanlab olinishda, u yerdan esa kattalar guruhiga o'tishda imkoniyat ko'payadi. Kanadada xokkey o'yinchilarining tanlab olish usuli sotsiolog Robert Merton o'z-o'zidan amalga oshadigan bashorat deb atagan hodisaning yaqqol namunasidir. Bu vaziyatga soxta tanlash o'z ortidan yangi xulq-atvorni keltirib chiqaradi va u noto'g'ri tanlashni haqqoniyatga aylantiradi. Kanadaliklar 9-10 yoshlilar o'rtasida kim yaxshi o'yinchi ekanligini aniqlashda noto'g'ri asosga egadirlar. Ular yaxshilarni emas, yoshi bir necha oyga bo'lsa-da kattaroqlarni tanlab olishadi. Ammo bu yulduzlarni o'qitish davomida dastlabki xato asos alal-oqibat to'g'ri bo'lib ko'rinadi. Merton aytganday, o'z-o'zidan amalga oshadigan bashoratning aldamchi tarzda asoslanganligi yangi xatolar bosimini keltirib chiqaradi. Zero bashoratchi o'zining avvaldan haqliligiga dalil sifatida hodisalarning haqqoniy rivojini ko'rsatib boradi. Bu favqulodda hodisani bayon etar ekan, Merton Matwey effekti atamasini ishlatadi. Bu atama yangi ahddagi Matweyning muqaddas davlatnomasidan kelib chiqqan. Zero kimda bo'lsa, unga yana beriladi va ko'paytiriladi. Kimga berilmagan bo'lsa, undan bori ham tortib olinadi. Aynan omadli insonlarning oldida ko'pincha yana yangi imkoniyat eshiklari ochiladi va ularni yanada katta yutuqlarga olib boradi. Aynan boy insonlar yuqori soliq imtiyozlariga ega bo'ladi. Muallimlar aynan yaxshi talabalarga yanada ko'proq e'tibor va bilim beradilar. Aynan eng yaxshi yoshi katta 9 va 10 yoshlilar eng yaxshi murabbiylardan ta'lim olib, mahoratlarini oshiradilar. Barnslining ta'kidlashiga ko'ra, Matwey effektida 3 ta omil mavjudligida ajratilish, taqsimlash va differensiallashgan tajribada namoyon bo'ladi. Agar siz o'yinchilarning layoqatliligi yoki layoqatsizligi haqidagi qarorni ular navnihol paytda qabul qilsangiz, iste'dodlarni iste'dodsizlardan ajratsangiz va birinchilarga sifatli tajriba orttirish imkoniyatini bersangiz, o'spirinlarning tanlov tugagan sanaga yaqinroq tavallud topgan kichik bir guruhni ulkan afzallik bilan taqdirlagan bo'lasiz. Amerika Qo'shma Shtatlari na futbolda, na basketbolda bu muammoni kuzatmaysiz. U yerda ajratish, taqsimlash va differensiyaga ko'p e'tibor berishmaydi. Buning natijasida u qadar jismoniy rivojlanmagan bola ham bu sport turlari bilan katta tengdoshlari yonida birgalikda shug'ullana oladi. Faqat beysbolda bunday emas. Amerikada amalda barcha maktabdan tashqaridagi beysbol ligalariga tanlov 31-iyulda tugallanadi. Shuni anglatadiki, yetakchi ligalarning aksariyat o'yinchilari tug'ilgan kunlarini avgustda nishonlaydilar. Raqamlar hayron qoldirmay qo'ymaydi. 2005-yil ma'lumotlariga qaraganda, asosiy beysbol ligalarining barcha o'yinchilari 505 nafari avgustda tug'ilgan. Yevropa futbolida ham Kanada xokkeyi va Amerika beysbolniki kabi xuddi shunday qoidalar amal qiladi. Sportning bu turida ham taqsimot tug'ilish sanasi bilan bog'liqdir. Angliyada tanlov 1-sentyabrda yakunlanadi. Shuning uchun 1-2 yil avval Angliya Premyer Ligasida sentyabr va noyabr o'rtasida tug'ilgan 288 futbolchi o'ynardi va faqat 136 o'yinchi iyun va avgust o'rtasida tug'ilganlardan iborat bo'lgan. Xalqaro futbolda saralash avvallari 1-avgustda yakunlangan va shuning uchun yaqinda o'tgan o'smirlar chempionatida 135 ta o'yinchi 1-avgustdan keyingi dastlabki 3 oyda tug'ilgan hamda faqat 22 o'yinchi may, iyun va iyulda tavallud topgan. Bugun saralash sanasi 1-yanvarga ko'chirilgan. Chexoslovakiyaning yuniorlar o'rtasidagi 2007-yilgi chempionatda finalga chiqqan o'smirlar terma jamoasi tarkibini ko'zdan kechiring. Marsel Gekov, 1-yanvar 1988-yil, yarim himoyachi.
Frederik Ludek 3-yanvar 1987-yil darvozabon. Petr Yanda 5-yanvar 1987-yil yarim himoyachi. Yakub Do'xnalik 12-yanvar 1988-yil himoyachi. Yakub Mares 26-yanvar 1987-yil yarim himoyachi. Mixail Helt 27-yanvar 1987-yil himoyachi. Marek Strestik 1-fevral 1987-yil hujumchi. Yuriy Valyanta 14-fevral 1987-yil yarim himoyachi. Yan Simunyk 20-fevral 1987-yil himoyachi. Tomas Oklestek 21-fevral 1987-yil yarim himoyachi. Lubis Kaluda 21-fevral 1987-yil yarim himoyachi. Pyotr Radek 24-fevral 1987-yil darvozabon. Andrey Mazur 15-mart 1989-yil himoyachi. Andrey Kudela 26-mart 1987-yil yarim himoyachi. Marek Suxi 29-mart 1988-yil himoyachi. Martin Fenin 16-aprel 1987-yil hujumchi. Thomas Pehart 26-may 1989-yil hujumchi. Lukas Kuban 22-iyun 1987-yil himoyachi. Thomas Chexler 24-iyun 1987-yil himoyachi. Thomas Fristak 18-avgust 1987-yil darvozabon. Thomas Mikova 26-sentyabr 1988-yil yarim himoyachi. Ko'rinib turibdiki, terma jamoaga saralab olish paytida chex futbol murabbiylari yoz o'rtasidan keyin tug'ilgan barcha futbolchilarga jamoadan yig'ishtirib, uyga ravona bo'lishlarini tavsiya etganlar. Biroq xokkey va futbol faqat sport o'yinlaridir. Unda kamchilik saralashda namoyon bo'ladi. Biroq, xuddi shu kabi mutassiblik juda jiddiy ahamiyatga ega sohalarda, masalan, ta'lim sohasida ham tarqalgan. Farzandlari o'quv yilining oxirida tug'ilgan ota-onalar ko'pincha biroz kutadilar va bolalarning keyingi mavsumda maktabga beradilar. Chunki 5 yoshli bola o'zidan yoshi bir necha oyga kattaroq bolalar bilan barobar yugura olmaydi. Biroq taxmin qilishimcha, ota-onalarning aksariyati bolakay boshida bir qadar noqulay vaziyatga tushsa ham, keyinchalik kattalarga yetishib oladi deb o'ylaydilar. Yetib ololmaydi. Hammasi hokkeydagi kabi bo'ladi. Yil boshida tug'ilgan bolaning yil oxirida tug'ilgan bola oldida rivojlanishdagi ozgina oldindaligi uzoq vaqt saqlanib qoladi. Bu farq bolalarni akademik yutuqlar borasida past o'zlashtirishning, rag'batlantirish borasida esa tushkun taxmin-gumonlarning tor doirasiga soladi. U qadar uzoq bo'lmagan shu yaqin yillarda ikki iqtisodchi Kelli Bedard va Elizabeth Dew Times matematika va tabiiy fanlar bo'yicha butun dunyoda har 4 yilda bir o'tkaziladigan testlarda olingan ballar o'quvchining tug'ilgan sanasiga bog'liqligi yo'qmi ekanini aniqlashga qaror qildi. Ular aniqlashicha, 4-sinf o'quvchilari orasida yoshi katta bolalar kichik yoshli bolalarga qaraganda 4-12 ball yuqori baho olgan. Dewning so'zlariga qaraganda, bu juda ulkan tafovut. Bu shuni anglatadiki, intellektual rivojlanish bir xil bo'lgan ikkita tanlov yakunlanish sanasidan ikki qarama-qarshi oylarda tug'ilgan 4-sinf o'quvchisidan yoshi kattarog'i 80% ball olgan bir paytda yoshi kichik bola 68 ball oladi. Axir saralab olishda bolaning iste'dodi darajasi shu ko'rsatkichlarga qarab baholanadi. Hammasi sportdagidek, deydi Dew. Biz rostdan ham bolalar juda yoshligidan qobiliyatiga qarab turli guruhlarga bo'lamiz. Bizda o'qish va matematika bo'yicha alohida ilg'orlar guruhlari bor. Biroq, bolalar bog'chalarida va 1-sinflarda bolalarni baholar ekan, ko'pchilik murabbiylar bolaning jisman rivojlanganligi bilan qobiliyatlarini adashtirib yuboradilar. Shuning uchun yoshi biroz katta bolalar ilg'orlar guruhlariga tushishadi. U yerda yana boshqalardan yaxshiroq ko'nikmalarga ega bo'ladilar. Ilg'or elita guruhlarda shug'ullanganligi tufayli ular keyingi yilda yanada yuqori natijalarni ko'rsatadilar. Yana bir yil o'tgach, tarix takrorlanadi va ularning natijalari yanada yaxshilanadi. Bunday ajratish amaliyotini qo'llamaydigan yagona mamlakat Daniyadir. U yerda 10 yoshgacha bolalarni qobiliyatiga qarab ajratish man etilgan. Daniyada yosh o'rtasidagi tafovutlar tekislanib ketguncha kutish afzal ko'rishadi. Dew va Bedard xuddi shunday tadqiqotni kollej talabalari o'rtasida ham o'tkazganlar. Natijalar qanday bo'lgan? Amerikaning 4 yillik ta'limga ega yuqori bosqich kollejlarida guruhning yoshi kichikroq qismiga kiradigan talabalar bor-yo'g'i 11,6% ni tashkil etadilar. Rivojlanish va yoshdagi dastlabki tafovutlar yillar o'tgach ham yo'qolib ketmaydi. Ular saqlanib qoladi va minglab talabalar uchun bu ularning kollejga kirish-kirmasligini, kelajak uchun jiddiy qadamlar qo'yish-qo'ymasligini hal qiladigan hodisaga aylanadi. 5-qism. Nisbiy yosh effektining qanday ta'sir ko'rsatishini o'ylasang, daming ichingga tushib ketadi. Kanada xokkey ligasining o'yinini kuzatib turib, qarshingda rostdan ham eng yaxshilar o'ynayotganiga ishonging keladi. Lekin aslida bunday emas.
Eng iste'dodlilarni topishga chog'langan tizim, ataylab bo'lmasa-da, yilning muayyan faslida tug'ilganlarga ulkan afzallik havola etadi. Nega yilning aynan shu qismi eng yaxshi deb e'tirof etiladi? Buning uchun birorta haqqoniy sabab mavjud emas. Bu tizimning bir injiqligidir. Bundan boshqa sabab yo'q. Mening nazarimda bu ahmoqlik, deydi Dyu. Aqlga sig'dirish qiyin. Saralashning oxirgi muddatini o'zboshimchalik bilan tanlanishi va uning bu qadar jiddiy oqibatlarni keltirib chiqarishi bilan hech kimning ishi bo'lmayapti. Nisbiy yosh effekti odamni xavotirga soladi, chunki kim afzallik olishini belgilovchi tizimning o'zi nomukammaldir. Bizning nazarimizda, go'yo Ilg'orlar ligasida yoki iste'dodli yoshlar guruhlarida ishtirok etish birorta yosh iste'dod elakdan tushib ketmasligiga kafolat beradiganday tuyuladi. Biroq chexlar jamoasining ro'yxatiga yana bir marta boqing. Unda iyulda, oktyabrda, noyabrda va dekabrda tug'ilgan birorta o'yinchi yo'q. Bittadan avgust va sentyabrda tug'ilgan o'yinchi bor. Yilning ikkinchi yarmida dunyoga kelganlarni nazarga ilishmagan, rad etishgan yoki katta sport olamiga qo'yishmagan. Iste'dodli chex sportchilarining deyarli yarmiga talabgor bo'lmagan. Yilning ikkinchi yarmida tug'ilish chekiga tushgan yosh chex sportchisi nima qilsin? Futbolda uning yo'li berk. Vaziyat uning foydasiga ishlamayapti. Ehtimol u chexlar juda yaxshi ko'radigan boshqa sport turiga xokkeyga borishi kerakdir. O'zingizni bosing, birodar. Maqsadga yaqin kelayotganimizni bilib turganingizga ishonchim komil. Endi e'tiboringizga 2007-yilgi Jahon chempionatida 5-o'rinni olgan Chexoslovakiya yoshlar xokkey terma jamoasi tarkibini havola etaman. David Kvettan 3-yanvar, Yuriy Suxi 3-yanvar, Mixail Kolarz 12-yanvar, Yakov Voyta 8-fevral, Yakob Kindl 10-fevral, Mixail Frolik 17-fevral, Martin Hangel 20-fevral, Tomas Svoboda 24-fevral, Yakub Tserny 5-mart, Tomas Kudelka 10-mart, Yaroslav Barton 26-mart, Litmonox 22-aprel, Daniel Rakos 25-may, David Kuheda 12-iyun, Vladimir Sabotka 2-iyul, Yakub Povar 19-iyul, Lukas Vantox 20-iyul, Yakub Voratsek 15-avgust, Tomas Pospisil 25-avgust, Andrey Povelets 31-avgust, Tomas Kana 29-noyabr, Mixail Repik 31-dekabr. Yilning oxirgi 3 oyida tug'ilganlar xokkey bilan butkul xayrlashishlari ham mumkin. Bor haqiqat shundaki, o'yinchilarning bu ro'yxatda kishida og'ir taassurot qoldiradi. Chunki u biz yutuqni qanday tushunishni afzal ko'rishimizni yaqqol oshkor etib turibdi. Bizning tasavvurimizga ko'ra, ajoyib talabani yoki iste'dodli sportchini topish shohsupaga chiqadigan model qiyofali qizni topish kabi osondek tuyuladi. Uni izlab topsak bo'ldi. Axir u qayerdadir yashaydi va o'sha yerda yuribdi-ku. Biroq dunyo har holda bunaqa qurilmagan. Saralash muddatining o'zboshimchalik bilan tanlanishida xokkeyda kim ilg'or o'yinchi bo'lishini va kim bo'lmasligini hal etish qarori jamiyatga havola etilgan. Oqibatda deyarli tug'ilayotgandayoq xokkey o'yinchisiga aylanadilar. Buyuk sportchilarning faoliyati model agentligining faoliyatiga unchalik o'xshamaydi. U ko'proq dengiz piyodalari tamoyiliga asoslangan. Agar siz jismoniy jihatdan yaroqli qiz va yigitlarni topsangiz, to'g'ri o'qitish va mashqlar orqali istalgan odamni noyob jangchiga aylantirishingiz mumkin. Dunyoni model agentligiga monand olamga aylantirish dilni xira qiladi, yurakni toraytiradi, chunki go'zal bo'lib tug'ilish hammaga ham nasib qilavermaydi. Dengiz piyodalarinikiga o'xshagan hayot kishiga ko'tarinkilik baxsh etadi, chunki unda yutuqqa erishish ixtiyorsiz omillarga bog'liq bo'lib qolmaydi. Keling, gapni saralashning so'nggi sanasi ham ahamiyatli ekanligidan boshlaylik. Biz tug'ilganlar kunini hisobga olgan holda 2 yoki 3 ta xokkey ligasini tashkil etishimiz mumkin. Mayli, o'yinchilar alohida dasturlar asosida mashq qila qolishsin. Misol uchun, barcha yulduzlar jamoasini ko'rib chiqaylik. Agar yilning oxirida tug'ilgan barcha chex va kanadalik sportchilar teng imkoniyatga ega bo'lganlarida, Chexiya va Kanada milliy terma jamoalariga nomzodlar 2 barobar ko'p bo'lardi. Maktablar ham xuddi shu tarzda harakat qilishlari mumkin. Boshlang'ich va o'rta sinflar yanvar, fevral, mart va aprelda tug'ilganlarga bir sinfga, yozda tug'ilganlarni boshqa sinfga, kuzda tug'ilganlarni 3-sinfga olishlari mumkin. Shunda o'quvchilar rivojlanish va voyaga yetganlik darajasini o'zlariga teng bo'lganlar orasida tahsil olishardi. Boshqaruv nuqtai nazaridan bunday yechimlar jarayonni murakkablashtirishi mumkin, ammo ular ortiqcha xarajat talab qilmaydi va o'z ixtiyoridan tashqari holda ta'lim tizimining muruvvatidan mosuvo qolganlarga imkoniyat beradi. Boshqacha aytganda, biz natijada siz buni ko'rasiz, nafaqat sportda, balki boshqa sohalarda ham yutuqlarga erishish tizimini nazorat qila olgan bo'lardik. Biroq biz buni qilmayapmiz. Nima uchun? Chunki biz qat'iy ravishda yutuqqa shaxsiy fazilatlar, qobiliyatlar orqali erishiladi deb hisoblaymiz. Demak, bunda biz o'sayotgan dunyo jamiyatimiz, tavsiya qilayotganlar qoidalarga mutlaqo hisobga olinmaydi. 6-qism.
Keyingi 4 bobda biz yutuqqa erishishda imkoniyat qanday ahamiyatga ega ekanligini ko'rib chiqamiz. Yilning birinchi yarmida tug'ilgan o'yinchilarga havola etiladigan imtiyozlar bir qaraganda unchalik sezilarli emasdek tuyuladi. Agar iste'dodli va omadlilarning yaxshilarning eng yaxshisi bo'lganlarning hayotini diqqat bilan o'rgansak, ularga bu alohida imtiyozlar havas qiladigan darajada tez-tez uchrab turishiga guvoh bo'lamiz. Men alohida degan sifatdoshni ishlatdim, chunki biz tilga olgan guruhlarga ajratish o'ziga xos va hayratlanarli qonuniyatlarga bog'liq. Kitobimizning birinchi qismi shu qonuniyatlar bilan tanishishga bag'ishlanadi. Ikkinchi qismda turli mamlakatlarning madaniy merosi ko'rib chiqiladi. Biz o'z yutuqlarimizni qay darajada meros sifatida olganmiz. Bu qism Kentukki va Pensilvaniyadagi ikki g'alati shahar tarixidan boshlanadi. U yerda biz Guam oroliga, Janubiy Koreya, Kolumbiya, Xitoydagi Chjunsian daryosi vodiysiga, Nyu-Yorkka o'tamiz va nihoyat Yamaykaga kelamiz. O'z sayohatimiz mobaynida biz ikkita bir-biridan alohida sohadagi, matematikadagi va samolyotni boshqarish sohasidagi yutuqlarning sirlarini bilib olamiz. 21 asrning bu ikki asosiy vazifalarni odamlar qanday hal etayotganlarini o'rganish uchun biz ular ajdodlarining urf-odatlari va e'tiqodlariga murojaat qilishimizga to'g'ri keladi. Butun kitob bo'ylab bir g'oya qizil ipday yotadi. Yutuqlarni shaxsiy fazilatlar bilangina bog'lab, biz insonning salohiyatini bekorga sarflayapmiz. Biz boshqalarning ham yuksak yutuq pog'onalariga chiqish imkoniyatini boy beryapmiz. Biz yutuqlarga erishishga monelik qiladigan qoidalarni o'ylab topayapmiz. Istiqboli yo'q degan bahonada odamlarni muddatidan oldin hisobdan chiqarib yubormoqdamiz. Biz yutuqqa erishganlarning qarshisida haddan ziyod ortiqcha ta'zim qilamiz va omadsizlikka uchraganlarni ko'kragidan juda oson itarib yuboramiz. Bu kitobni o'qib, siz ana shu jihatlar ustida o'ylanasiz. Agar biz omad va yutuqlarni ildizlar qanchalar chuqur va buyuk insonlar vaziyatlariga qanchalik bog'liq ekanini tasavvur qilganimizda edi, bizning hayotimiz naqadar afzal va adolatli bo'lar edi. Biologlar ko'pincha organizmning ekologiyasi haqida gapiradilar. Eng baland eman daraxti bu qadar yuksakka ko'tarilishiga uning eng yashovchan niholdan ekanligiga sabab emas. Hamma gap shundaki, u o'sayotganda boshqa daraxtlar uni quyoshdan to'sib qolmaganlar. Nihol unumdor yerga tushgan. U hali nihol ekanida quyonlar uning tanasini g'ajib tashlamagan. Duradgor ulkan daraxtga aylanmasdan uni kesib ketmagan. Hammamiz bilamizki, yutuqqa erishadigan odamlar va guruhlar eng yashovchan urug'dan chiqqanlar. Ammo biz ularni isitgan quyoshni, ular ildiz tuproqni, ularga uchragan quyon va duradgorlarni yetarlicha bilamizmi? Bu kitob baland daraxt haqida emas, balki u o'sgan o'rmon haqidagi kitobdir. 7-qism. Xotira sovrini final o'yini oldidan Madison Hattayers o'yinchilaridan birining otasi Gord Uoston o'zining o'g'li Skott haqida hikoya qilib berdi. Gord boshiga beysbolka, egniga esa qora futbolka kiyimini kiyib olgan. Ikkalasi ham jamoa emblemasi bor edi. Skott 4 yoki 5 yoshga kirganida, esladi Uoston. U xokkey tayog'ini kichik ukasining qo'liga tutqazdi. Kichik ukasi hali o'zi yurolmas, yurishga o'rgatish aravachasida edi. Ular shu tarzda ertadan kechgacha oshxonada xokkey o'ynardilar. Skott hamisha xokkeyni sevgan. Kichik ligalarda o'ynagan payti ham namunaviy matchlarda ishtirok etardi. Hamisha AAA toifalaridagi jamoalarga tushardi. 12 yoshdan to 15 yoshgacha doimo eng yaxshi terma jamoalarda o'ynadi. Uostonning hayajonlanayotganini ko'rinib turardi. Axir Skottni hayotdagi eng mas'uliyatli o'yin kutayotgandi. U hammasiga tinimsiz mehnat qilish bilan erishdi. Men u bilan faxrlanaman. Jo'shqinlik, iste'dod va tinimsiz mehnat yuksak yutuqlarning tarkibiy qismlaridir. Lekin yana bir unsur mavjud. Uoston qachon o'g'lining bu noyob iste'dodiga noodatiy qiziqishiga e'tibor qaratgan? Bilasizmi, u o'z tengdoshlari orasida eng bo'yi balandda bo'lgan. O'smirligidayoq kuchli edi va gol urishga usta edi. Tengdoshlaridan ajralib turardi. Jamoa kapitani edi. O'z yoshiga qaraganda bo'yi baland edimi? Albatta. Skott Uoston 4-yanvarda xokkeyda ilg'or o'yinchilar tanlab olinadigan so'nggi sanada 3 kun o'tib dunyoga kelgan. U baxtlilar toifasidan edi. Agar biror bir injiqlik sabab saralash boshqa vaqtda o'tkazilganda, ehtimol bu yigitchani biz muz ustida ko'rmasdik. Balki u xotira sovrini o'yinlarini tomoshabinlar minbaridan turib kuzatib o'tirgan bo'lardi.